Yuhanno 8-bob. Iso Zaytun tog'i tomon ketdi. Saharda yana ma'batga qaytdi. Butun xalq uning oldiga yig'ilib keldi. U esa o'tirib, odamlarga ta'lim bera boshladi. Shu orada Tavrot tafsirchilari bilan farziylar bir ayolni olib kelishdi. Ular bu ayolni zino qilayotganda ushlab olishgan edi. Ayolni hammaning oldiga turg'izib, shunday deyishdi: Ustoz, bu ayol zino qilayotganda ushlandi. Muso qonunda bunday ayollarni toshbo'ron qilishni buyurgan. Siz nima deysiz? Bu savol bilan ular Isoni tuzoqqa ilintirib, ayblashga asos topmoqchi edilar. Iso esa engashib barmog'i bilan yerga yoza boshladi. Ular bu savolni qayta so'rayverganlari uchun Iso o'rnidan turib dedi: Sizning orangizda kim begunoh bo'lsa, o'sha birinchi bo'lib ayolga tosh otsin. So'ng yana engashib, yerga yozishni davom ettirdi. Ular bu gapni eshitib, kattalardan boshlab hammasi birin-ketin keta boshlashdi. Oxirida yolg'iz Iso bilan uning oldida turgan ayol qoldi. Iso o'rnidan turib ayolga dedi: Ey ayol, boshqalar qani? Hech kim seni mahkum qilmadimi? Hech kim, Hazrat, deb javob berdi ayol. Iso dedi: Men ham seni mahkum qilmayman. Bor, bundan keyin boshqa gunoh qilma. Iso yana xalqqa gapirib dedi: Men olamning nuriman. Kimki menga ergashsa, hech qachon zulmatda yurmaydi, balki hayot nuriga ega bo'ladi. Farziylar Isoning bu gapiga e'tiroz bildirdilar. Siz o'zingizga o'zingiz guvohlik beryapsiz. Bu guvohligingiz haqqoniy emas. Iso shunday javob berdi: Men o'zimga o'zim guvohlik bersam ham, guvohligim haqqoniydir. Chunki men qayerdan kelib, qayerga ketayotganimni bilaman. Sizlar esa mening qayerdan kelib, qayerga ketayotganimni bilmaysizlar. Sizlar insoniy o'lchov bilan hukm qilasizlar. Men esa hech kimni hukm qilmayman. Bordi-yu men hukm qilsam ham, hukmim haqqoniydir. Chunki men o'zim emas, balki meni yuborgan osmondagi otam bilan birga hukm qilaman. O'zlaringizning Tavrotingizda ikki guvohning shahodati haqqoniydir deb yozilgan-ku. Shunday ekan, bitta guvoh menman, ikkinchisi meni yuborgan otadir. Shunda ular Isodan: Otangiz qayerda? deb so'radilar. U bunga javoban dedi: Sizlar meni ham, otamni ham tanimaysizlar. Agar meni taniganingizda edi, otamni ham tanigan bo'lar edingizlar. Bu so'zlarni Iso ma'batda ta'lim berayotib, xayr-ehson qutisining oldida aytdi. Hech kim uni qo'lga olmadi, chunki uning vaqt soati hali kelmagan edi. Iso ularga yana dedi: Men ketyapman. Sizlar meni qidirasizlar va gunohkor bo'lib o'lasizlar. Men boradigan joyga sizlar bora olmaysizlar. Nahotki u o'zini o'zi o'ldirsa, men boradigan joyga sizlar bora olmaysizlar deb aytayapti-ku. deyishdi o'zaro yahudiylar. Iso ularga shunday dedi: Sizlar bu dunyodansizlar. Men esa yuqoridanman. Sizlar bu olamga mansubsizlar. Men esa bu olamdan emasman. Shuning uchun sizlarga gunohkor bo'lib o'lasizlar deb aytdim. Ha, agar o'sha men ekanligimga ishonmasangizlar, gunohkor bo'lib o'lasizlar. Siz kimsiz? deb so'rashdi Isodan. Iso shunday dedi: Kimligimni sizlarga boshidan aytib kelyapman-ku. Sizlarni ayblab aytadigan gapim juda ko'p, lekin meni yuborgan haqdir. Men undan nima eshitgan bo'lsam, o'shani dunyoga ma'lum qilaman. Ular esa
Iso samoviy otasi haqida gapirayotganini tushunmadilar. Iso so'zida davom etdi. Inson o'g'lini yuqoriga ko'targaningizda, o'sha men ekanligimni bilib olasizlar. O'shanda men o'zimcha hech narsa qilmaganimni, faqat otam o'rgatgan narsalarni aytganimni tushunib olasizlar. Meni yuborgan doimo men bilan birgadir. U meni yolg'iz tashlab ketmagan. Zero men har doim unga ma'qul bo'lgan ishlarni qilaman. Isoning aytgan gaplarini eshitgan ko'p odamlar unga iymon keltirdilar. Shu vaqt Iso unga ishongan yahudiylarga dedi: Agar mening so'zlarimga rioya qilsangizlar, haqiqiy shogirdlarim bo'lasizlar. Sizlar haqiqatni bilib olasizlar. Haqiqat esa sizlarni ozod qiladi. Ular shunday deb javob berishdi: Biz Ibrohim naslimiz. Hech qachon hech kimga qul bo'lmaganmiz. Qanday qilib siz ozod bo'lasizlar deb aytayapsiz? Iso dedi: Sizlarga chinini aytayin. Gunoh qiluvchi har bir kishi gunohning qulidir. Qul hech qachon xonadon a'zosi bo'la olmaydi. O'g'il esa abadul abad o'z xonadonining a'zosidir. Shunday ekan, agar o'g'il sizlarni ozod qilsa, haqiqatdan ozod bo'lasizlar. Ibrohim nasli ekanligingizni bilaman. Biroq mening jonimga qasd qilmoqchisizlar. Chunki mening so'zim qalbingizdan joy topmagan. Men otaning huzurida nima ko'rgan bo'lsam, o'shani sizlarga aytyapman. Sizlar esa o'z otangizdan o'rganganingizni qilyapsizlar. Ular Isoga shunday javob berdilar. Bizning otamiz Ibrohimdir. Iso shunday dedi: Agar Ibrohimning farzandlari bo'lganingizda edi, Ibrohimning qilgan ishlarini qilgan bo'lar edingizlar. Men sizlarga Xudodan eshitgan haqiqatni so'zlab berdim xolos. Shunday bo'lsa-da, sizlar meni o'ldirmoqchisizlar. Ibrohim bunday ish qilmagan. Sizlar Ibrohimning emas, o'z otangizning ishlarini qilyapsizlar. Biz zinodan tug'ilmaganmiz. Bizning bitta otamiz Xudoning o'zi-ku, deb javob berishdi Isoga. Iso ularga shunday dedi: Agar otangiz Xudo bo'lganida edi, meni yaxshi ko'rgan bo'lar edingiz. Chunki men Xudodan kelib, endi shu yerda turibman. Men o'zimcha kelganim yo'q, meni u yubordi. Nega aytganlarimni anglamayapsizlar? Bunga sabab so'zlarimni hazm qila olmaganingiz. Sizlarning otangiz Xudo emas, iblisdir. Sizlar o'z otangizning nafsu ixtiroslarini bajo qilishni xohlaysizlar. Azaldanoq iblis qotil edi. U hech qachon haqiqat tarafdori bo'lmagan. Chunki unda haqiqat yo'q. U yolg'on so'zlaganda o'ziga xos so'zlaydi. Chunki u yolg'onchi, yolg'onning otasidir. Ammo men haqiqatni gapirganim uchun menga ishonmayapsizlar. Qaysi biringiz meni biron gunohda ayblay olasiz? Agarda haqiqatni gapirayotgan bo'lsam, nega menga ishonmayapsizlar? Kim Xudoga tegishli bo'lsa, Xudoning so'zlariga quloq soladi. Sizlar esa Xudoga begona bo'lganingiz uchun quloq solmayapsizlar. Bunga javoban yahudiylar shunday dedilar: Siz samariyaliksiz-ku. Sizni jin uribdi deb to'g'ri aytgan ekanmiz. Iso dedi: Meni jin urgani yo'q. Men osmondagi otamni hurmat qilaman. Sizlar esa meni beobro' qilyapsizlar. Men o'zimga obro' orttirmoqchi emasman. Lekin obro'yimni ko'taradigan bor. Uning o'zi hukm qiladi. Sizlarga chinini aytayin. Kim mening so'zimga rioya qilsa, hech qachon o'lim ko'rmaydi. Shunda yahudiylar dedilar: Sizni jin urganini endi aniq bilib oldik. Ibrohim o'ldi. Payg'ambarlar ham o'lib ketishgan.
Siz esa kim mening so'zimga rioya qilsa, hech qachon o'lmaydi deyapsiz, a? Nahotki siz vafot etgan otamiz Ibrohimdan ham ustun bo'lsangiz, payg'ambarlar ham o'lib ketishgan-ku. Siz o'zingizni kim deb hisoblaysiz o'zi? Iso shunday javob berdi. Agar men o'zimni o'zim maqtasam, maqtovlarim behudadir. Otamning o'zi meni maqtaydi. Sizlar uni Xudoyimiz deb ataysizlar. Aslida esa uni tanimaysizlar. Men esa uni bilaman. Agar uni bilmayman desam, sizlarga o'xshagan yolg'onchi bo'laman. Men uni bilaman va uning so'ziga rioya qilaman. Otangiz Ibrohim kelgan kunimni kutib, xursand bo'lgan edi. O'sha kunni ko'rib qattiq quvondi. Siz hali 50 yoshga to'lmagan bo'lsangiz, qanday qilib Ibrohimni ko'rgansiz? Deyishdi yahudiylar unga. Iso ularga shunday javob berdi. Sizlarga chinini aytayin. Ibrohim tug'ilmasdan oldin men bor bo'lganman. Shunda Isoni toshbo'ron qilmoqchi bo'ldilar. Iso esa yashirincha ma'batdan chiqib ketdi.